Bu kasallik orttirib olgan odamlarga aytaman-da, nafaqat kasallik orttirib olgan, balki sog'lom yashab yurganlarga ikkoviga ham oson emas. Tushuntirib berishga harakat qilaman. Kasal bo'lishlik bu o'ziga yarasha mashaqqat, mehnat talab qiladi. Bu oson emas kasal bo'lishlik. Bemazadan bemaza spirtni ichadiganlar, sigaret chekadiganlar. Eslang, birinchi sigaret chekkaningiz, birinchi nos chekkaningizni eslang, qanaqangi qiynalgansizda? Qiyinchilik bu. Harakat qilmasdan o'tiraverishlikchi, bellaringiz og'rib ketadi yoki yotaversangiz, qiynalib ketadi odam. Rasa bo'kib ovqating, nafas olgani qiynalib ketasiz. Kimdir asabingizni buzsa, haligi nima deydi? Uni doim ushlab yurishlik ertalabdan kechgacha. Bu juda qiyin narsa. Ertalabdan kechgacha shu stressda yurishlik mashaqqat bu. Ko'ryapsizlarmi? Kasal bo'lishlik qiyin, juda ham qiyin. Sog'lom bo'lishlik ham xuddi shunaqangi. Ertalab turishingiz kerak bo'ladi. Vaqtida uxlashingiz kerak bo'ladi. Ertalab ayniqsa turganingizda bemazadan bemaza suv ichishlikchi. Ko'chaga chiqib 3000, 4000, 5000 qadam yurishlikchi ertalabda. Sport bilan shug'ullansangiz, butun tanangizni og'rishligichi. Kimdir asabingizni buzib qo'ysa, qiynalib fikrni yig'ib turib, bu arzimaydi. Har bir kasallik asab buzilishligidan kelib chiqadi. Deb turib, yana o'zingiz eski ko'tarinki holatga kelib olishligingizchi oson emas bular. Bunisi ham juda ham qiyin. Ikkovi ham mehnat, mashaqqat talab qiladi. Lekin tanlash huquqi har kim o'zini qo'lida. Kimdir bu yo'lni tanlaydi, kimdir bu yo'lni tanlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.